Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Mana sanoqli kunlardan so'ng yangi 2026 yil mana eshik qoqdi. Albatta shahrimizdagi eng namunali sanatoriy hisoblangan Chinobod sanatoriyasida dam oluvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli va maroqli o'tkazish uchun juda ko'plab tadbirlar tashkil etilgan. Mana bugun xususan ajoyib hofiza singlimiz Gulnoraxonlar tashrif buyurgan. Gulnoraxon, avvalambor sizga sog'lik, omonlik va kelayotgan bayram muborak bo'lsin. Mana shu bayram arafasida butun ishtirokimiz san'at sevarlarga qanday tilaklar bor? Marhamat. Rahmat, avvalambor assalomu alaykum. Bizni kuzatib turuvchi bizni qolaversa shu beg'ubor mumtoz san'atimizni muxlislari barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holatda biz bugun yana shu xalqni ko'nglini ko'tarish maqsadida, ularga madaniy faollik ulash maqsadida juda ham ko'plab mashhur san'atkorlarimiz bilan shu sanatoriyga tez kelib turamiz. Bugun ham shulardan bittasida xizmat qilamiz. O'zimizni chiroyli qo'shiqlarimiz bilan kayfiyat ko'taruvchi, chiroyli yuraklarga bir ilhom bag'ishlovchi go'zal qo'shiqlarimiz bilan ularga minglab xizmatda shodmiz, xursand bo'lamiz. Gulnoraxon siz bilan suhbatda meni mana shu dasturga, yangi dasturga turizm bor. Yangi ishlar olib kelgan. To'g'rimi? Mana shu surpriz ijro etiladi. Qo'shiqlar barchasi bizni xalqimiz uchun chiroyli qo'shiqlarimiz barcha san'atsevar milliy mumtoz madaniyatimizga muhabbati bor insonlar uchun biz qo'shlarimiz albatta bilan qo'shiqlarimizdan ko'ryapmiz. Yangi qo'shiqlarimiz Demak, bu davlatlar hammasi amalchilar uchun. Katta rahmat sanoqlar. Yani bir kere yurtdoshlarimizni qolaversa mana shu yerda dam oluvchi konsertga hozirlanib turgan bizni ko'ramiz. Qattiqlik bilan kutayotgan muxlislarimizga qolaversa sizga ham bayram xayrli, barakatli bo'lsin. Barcha muxlislarga sog'lik, salomatlik, bizlardan tabassum, hech qachon